Assalamu alaykum qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Hammalar yaxshi tudinglarmi? Tutqan ro'zanglarni Alloh qabul qilsin. Bu yerda shunday yaxshi temalar, yaxshi nuqtalar so'zlashilib o'tibdi. Men bu Nijat Turg'un efendimdanmi Abdullah o'xshaydi, ismi Al deb yozilgan. Qarindoshimiz yaxshi savollarni so'rabdi. Nijat Turg'un efendim yaxshi javob berdi deb o'ylayman. Men shu Nijat Turg'un efendim javob berishdan burun men dunyoning biz odatda nimadan nazardan saqit qiladigan va yoki asalli suiqasd nazariyalar bilan birlashtirilib ketadigan bir nuqtasini bir so'zlab o'tmoqchiman, ya'ni shu to'g'risida uchur bermoqchiman. Oldi bilan biz nimani tushunishdan burun dunyoda har cho'ng urushda bir o'zgarish bo'lgan. Her çoğun uruş çıqqandan keyin buni biz qanday qilamiz bu ishni deb bir xalqaro birlik qurilib, bundagi amal va urushlar az chiqadigan bir narsalarni shakllantirsak degan shaklda qilgan. Tirishgan davlatlar. Amal va urush chiqmaydigan, chiroyli hal qiladigan bir yo'lda deb yaxshi niyat bilan. Shu Napoleon urushidan keyin Viyana nimasi qurilgan birligi, ya'ni Avstriyaning Viyanani asos qilib. Kim Birinci Dünya Urushu'dan ki League of Nations, Milletler Birliği de Türkçesi, Uygurcu doğrusu Uluslar Birliği. Anadaki İkinci Dünya Urushu'dan ki BDT bugün biz bilgen. Yani muşlarının hemmisi aldığı çıkan uruştun ensirep onu görüp kokap ketken dünyanın qanday qilib muşta uruşlarının aldığını alımız degan şekilde yaxshi niyatda muşta xalqaro birliklar qurilgan. Bugünkü dünya İkinci Dünya Urushu'nun neticesinde barliqqa kelgan dünya. İkinci Dünya Urushu'dan keyin bo'libmi atom qurollar, atom bombalari davlatlar uni ega olgandan keyin bu da chiqadigan urush qo'rqinchli bo'ldi deb amal va urushni tushiradigan bir dunyo yaratish uchun bu BDT qurilgan va İkinci Dünya Urushu'dan keyin Amerikaning tashqi siyosati nihoyatda idealist bir siyoset tutgan. İdealist deganni tushunishlar deb o'ylayman, ya'ni go'zal bunda bo'zga degan bir g'oya ustiga qurilgan. Bu jarayonda iqtisodning taraqqiyotidimi bu dunyoda tinchlik bo'lsa degan yerdan yo'lga chiqqan bu tushuncha yoki bu ong iqtisod jihatdan liberalizmning ta'sirida liberalizmning iqtisod jihatdagi ta'sirini kuchaytgan. Ya'ni agarda biz dünya tinch bo'lib bir-birimizga tijoratni asos qiladigan bir dunyo qursak, masalalarni bir-birimizga tijorat bo'lgandan masalalar ozroq chiqadi, oldirabla urush qilmaymiz, o'ylashib, so'zlashib, ustalda hal qilamiz degan siyosiy jihatdagi ideal bir g'oya. Unda o'zi iqtisodiy jihatni qanday bog'laymiz degan vaqtida liberalizmning iqtisod to'g'risidagi qarashlari bo'lib Adam Smithning ya'ni hamma davlat hamma narsani yasashning hojati yo'q. Qaysi davlat nimani azan yasay olsa, shu davlat shuni yasash kerak. Davlatlar o'zi azan yasay olmaydigan narsaga avar bo'lmasdan boshqa davlatga topshirib o'tish kerak deb qaraydi Adam Smithning iqtisod to'g'risidagi qarash. Bu liberal tushuncha, bu ko'z qarash bu muhitda o'zining rolini iqtisod shunday ta'sir ko'rsatishi bilan shu ba'zi narsalarni boshqa davlat yozsa, ashlar azan qilamiz, shuni yozsa, biz o'zimiz qila oladiganini qilsak bo'ldi degan narsa bilan, masalan, shu yillarda Angliya dunyoning raq ishlab chiqarishda oldingi davlat. Ama bu raqni biz qimmat ishlab chiqarganmiz, biz biologiya, ximiya, bunda dorigarlik, u bu markazi shaharda Manchesterdagi shu raqni markazlarini asta-asta yo'qotib o'tgan. Turkiyaga o'tib ketgan u. Shu taraqqiyot davomlashib, endi shu bo'lib Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin shu dunyoning yer sharilishiga qarshi eng oxirgi qala Rossiya olib kelib Sovetlar, ya'ni u yiqilgandan keyin bo'lsa, bo'ldi hamda dunyoda hamda illogilik to'qinish tugdi, hammamiz yer sharilishib ketamiz deb o'tirib qo'ygan odamlar bor. Shuningdek bu Xitoyni texnik kuchlantirib, Xitoy masalan chelakni, rezinkadek bir nimalarni yaxshi azay yasay oladi. Undan Amerika demiş qilamiz biz chelak yasab deb
Muşu tushuncha bilan teng liberal nim bilan bo'libmi 80-yillarda mushu Sovet ittifoqi ojizlagandan boshlab Reaganning nimasida mush liberal iqtisodiy qarash dunyoni egildi hamda dunyoning ko'p qismlarini. Endi bu jarayonda bu tijoratga ko'nab qolgan nurg'ulg'an shirkatlar chiqdi. Bu shirkatlar shu tijorat mujtamasi yaxshi bo'ladi-ki, andan keyin g'arb davlatlarida biz bir narsa yasashimizdan hojat yo'q-ki. Bo'lsa loyihalar shuni tutsak, anki finansni tutsak, qarz berganni, qolgan narsalarni boshqalar yasasa biz shuning ustidan pul topadiganmiz degan tarixiy bir kronik agashma kesilib g'arbning buni keyin ayrim tushundiray. Mushu yo'lga kirkatdi, ya'ni qaytadan. Ve g'arb asasen finansni dollar bilan dunyoni boshqaradigan anki Londondagi finans markazida dunyoning tafajjilik deydi-ku, nima deymiz, o'sim elib jazoni xo'rlik qiladigan markaz, dunyoning markazi Londonda. Mushu ikkisini asos tutib, anki yuqori texnologiyani biz tutsak, qolgan narsani boshqalar yasasin deb bu globallashish mushundaq avjib ketdi dunyoda. Xitoyni shu sababdan kuchlantirdi. Ama bu jarayonlarda unutulup qolgan yana bir taraf batdı. Ular ulusçular. Yani ulus devleti tügümidi. Devletler hamini yana şu ulusçılığını kılıdı. Bunda yer şarlışıp ketip çigradan eminimidin vazgeçişten hacdı yok diyen bir grubu battı. Ama Sovet İttifakı yıkılganda o grubunun realizmçılar deyimiz. Sovet İttifakı yıkılgandaki bu realizmçılar baza tapanmay kaldı. Çünkü emiye gülgülistallık. Yani bunu diyene dünya bir okutedi deb. Onu ki Avrupa İttifakı asli ABŞ'de deginimdek 2. Dünya Vuruşu'dan keyin ticaret qilish uchun kim azam malını sağsa yazsa yaz şu yazsın. Başqalar şunu elib hamımız özümüz güçlük bo'lgan tarafni taraqqiy qildirib, ojiz bo'lgan tarafni boshqalar berib o'taylik deb bir tamojna nimasi gümrük birligi deydi. Tamojna birligi shaklida qurilgan Avrupa İttifakı. Ama umu taraqqiy qilib, yani bir iqtisodiy birlikda asli. Tamojna bijisiz tijorat qilish uchun qurilgan. Umu taraqqiy qilib oxirsida bir siyosiy birlikka o'zgardi. Yani o'ttirdagi chegarani tashlab etdi. Bu globalizmning yer şarlışının yani ulus devletleri tügüdü. Bunun için bütün yer şardı bir olap gitimiz emimiz diyen ideyanın, anının bir sınak projekti bu Avrupa İttifakı. Ama Avrupa İttifakı'nın nimisi asas kanunun çıkarıp bu siyasileşken ki bunun ortak emmisi düşürdüğün bir asas kanun buluş gerek. Asas kanununu bula teyarlap İrlandiya'da avaz koydu. İrlandiya halkı yak dedi, red kıldı. Fransiyada qildi, Fransiya xalqi yo'q dedi. Shuning bilan bular oxiri Portugaliyaning Lisbon shahrida uni bir Lisbon kelishimi qiliblar, asos qonun qilsa davlatlar o'z davlatning xalqlari o'zining ulusal kimligida voz kechmay turib olgandikin. Shuning bilan Lisbonga apirib, uni Portugaliyada Lisbon kelishimi qiliblar, xalqning ra'yidan o'tkazmasdan bir narsa shakllantirib oldi. Shuning uchun hozir Avrupa İttifakı amaliyotda dunyoning eng chong qonunsiz aldı birga kelgan bir siyosiy birligi, ulusal qilgan siyosiy birligi. Qonuniy meşruiyati va qonuniy asos bo'lmasalar yo'q. Chunki xalq uni bir yerda o'tkazgach yo'q. O asos qonunni. Endi bu Avrupa İttifakı abay deganimdek, shu globalchilarning eng chong nimasi, projekti bu, test qilgan, sinaq qilgan. Agar Avropada g'alaba qilsa, onki başqa yerlarda o'xshamaydigan birliklar işte chegaralarni o'tirdan elib etib birliklar shakllanib globallashimiz deydi. Ammo bu tush hozir biraz xato chiqib qoldi. Avrupa İttifakı'nın shimoldagi davlatlar boy, janubidagi davlatlar kambag'al bo'lib qoldi. Shimoldagi davlatlar yoki markaziy va shimoldagi davlatlar hamma narsani ishlab chiqardi, ammo janubidagi davlatlar hech nima ishlab chiqarmaydi. Mesela Germaniya bilan Gretsiyani qarasak, Germaniya Avropaning motori, iqtisodiy motori, hamma narsani mashinadan tortib, hamma nimani shu yasaydi. Gretsiyaning sayohatchilikdan boshqa hech qanday ish yo'q. Bunda bo'lgan ikkisi o'xshash yevroni ishlatadi. Bunda bo'lganda malni mesela 5 dollarlik yog'och olsak, 5 dollarlik to'mos etishimiz kerak. Bo'lmasa, o'xshash ag'anga tushliq satmasak, bizning davlatning boyligi oyoqqa oqadi. Onun keynidan onun ustiga o'xshash yevroni ishlatgan keyin Germanning mallari azam bo'ladi Gretsiyada, texmi oladi xalq va puli Germaniyaga oqadi. Uni qaytirib ekilgan Gretsiyaning sayohatchiligidan boshqa narsa yo'q.
O vaqtda Germaniya qarz berdi. Mushundaq shaklda bu Gretsiya hozir Germaniyaning bir vassal davlatiga, beqindi davlatiga aylanib qoldi. Onun mal setib Grekning pulini oldi. Grekning pul tegiz o'zi qarz berdi. Malni o'zi vergan qarzga yana mal sotdi. Bu endi mang'uzg'ul davomlashtirib bo'ldigan narsa emas. Shunga Xitoyning ko'tarilib chiqishi bilan bu globalchilar bilan uluschilar o'rtasidagi raqobat texmo keskin holda o'tiriga chiqdi. Endi bu uluschilar bilan globalchilar, yani yer sharini bir qilamiz deganlar bilan yo'q bizning davlat o'zimizning ulusning manfaati va miyada bu birinchi o'rin turish kerak degan ikki iqlimning to'qinishini nada ko'ramiz desak, shu Trump bilan Biden, yani Amerikaning sol qanoti bilan o'ng qanoti. O'ng qanoti uluschilar America First deydi, yani Amerika birinchi o'rin turdi deydi. Ammo demokratlari bu yana azan narsani Xitoy ishlash kerak, Xitoy bilan tijorat qilishimiz kerak deganni aytdi. Endi shu bizning da'voda bo'lgan mallarning narsaga qarasanglarmi, demak aslida bir taraf Xitoy bilan tijorat qilamiz deydi. Yana bir taraf Xitoyning yerkasi ochilsaqmi bo'laverdi, ko'ta Amerikaning manfaatini birinchi o'rin qo'yishimiz kerak deydi. Xitoy bilan tijorat qilishimiz kerak deganlar NDA orqali pul ta'minlat qildi. Yo'q, Xitoyning yeri kelganda parchalashimiz kerak deganlar uluschilar Amerikaning 2004-yilda Sharq Turkiston surgunligi hukumatini qurg'izganlar. Endi bu ahvolda biz qaysi tarafda turishimiz kerak? Yani Amerika manda qildi deyishdan burun qaysi Amerika degan savolni sorishimiz kerak oldida. Qaysi Amerikaning yinida turishimiz kerak degan savolni. Uluschilarning yinidami Amerikalik yoki globalchilarning yinidami? Deganda biz aslida biz uluschilarning yinida bizga Sharq Turkiston parchalanish kerak, chiqish kerak, hukumatini qurg'izishimiz kerak deganlarning yinida turishimiz kerak asli. Ama bizninkiler Xitoy bilan tijorat qilishimiz kerak. 1,5 milliard Xitoy degan cho'ng bozor, bu bozor parchalanib ketsa bo'lmaydi degan sol tarafdagilar demokratlarning ismini nima aytsak Nancy Pelosi degan ayolning xo'rxo'rlari, yani bu bizninkilarcha. Buni insonning aqli olmaydi. Endi bu Demokrat partiya bilan Cumhuriyetçi partiyaning tarixiga qarasak, Amerika resmiy Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatini 1971-yil o'rnatgan bo'lsa, Nixonning berib shakllantirgan nimasi bilan diplomatik munosabat bilan amaliyotda demokratlar 1951-yildan Xitoy bilan partiya munosabatini boshlab bo'lgan Xitoy Kompartiyasi bilan. Ikkisining o'rtasida nurg'un berish kelishlar qilib, shular Amerikani Xitoyni tonishga yetaklab qolgan shu xalqaro munosabatlardagi liberalizm eqimi shu hamdi dialogli qilamiz deydi. Shuning uchun hala bugunmi Amerikaning pul berayotgani, ya'ni birisi onun kendidan Xitoy bilan tijorat qilish kerak degan tarafning qo'llashida menayotganligimiz uchun bizning da'vo kontrolda amaliyotda. Endi buni Rossiya va nima taraflarga olsak ishni, Trump yoki Biden degan ma'nosini tushunib turib olsak, Rossiyaning mundaq Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin Rossiya nihoyat ojizlab ketdi. Hatto butun qurol yaroqlar, tanklardan tortib u budularga Amerikaning qurol yetkazuvchilari kelib, generallar o'g'irlab chiqib, sat butun dunyoga qurollarni setib etdi, vayron bo'lib ketdi iqtisodi. Shu vaqtida Putin chiqdi. Putin chiqqandan keyin Amerika bilan yaqin munosabat qurdi. Yaqin munosabat George Bush bilan Putin ikisi kankati, ya'ni kanka turkchisi qadinasti. Aylaqa globallashish jarayonida bu qattiq bir-birisi bilan yaqin shunda menayotgan vaqtida ammo ilaqa ulusal manfaat degan narsa yana taptida. Amerikaliklar bu kankalik munosabatini, qadinaslik munosabatida amaliyotda ulusal manfaat uchun ba'zi ishlarda qanday yuzsizliklarning bo'ladiganligini ko'rsatdi oldi bilan. Lekin Putinlarmi iqtisodni o'ngshuvchi Amerikaga yaqin turishga majburdi. Yaqin turdi, ammo bu jarayonda vakil xarakterlik ishlar bo'ldi. Buning eng vakil xarakterlik mencha eng muhim ishdan birisi hozir F-35 var, o tikiga uchadigan aviamatkadan tik usti ko'tarilib indiki ma'noda. Shu texnologiyani amaliyot Ruslar yasaganti birinchi bo'lib. Shu Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin buni ko'rib, Amerikaning bir shirkati kelib, bu nima Lockheed Martin, ya'ni
İkisi birlikte bunu teng terakki kıldırdıgan bulup, Şirinay jilleri kanka münasibetle. İkisi kelip, bu belli ortak şirket kurup, şu teknolojini terakki kıldırıp, azırak vaqt ötkendikilla Lockheed Martin bu hemkarlıkta vazgeçip ketdi ve 82 yılına yağlanıvatkan F-35'tin tiki uçuduğun nesini aşı Rusya'dan uğurlap ketken teknoloji bilen kıldı. Yani onun kendine bu münasebetle George Bush bilen bir mezgil sürkülüşle ançımış peyda buldu. Ona bulup Obama'nın devri gelgenden başlap nime bilen Rusya bilen ilişkisinin münasebeti resmi buzuluşku başladı. Bunun en tipik nimesi NATO'nu kengaytimiz Gruziyanı NATO'ga alımız degende 2008 yılı Rusya harbiy hareket kılıp Abxasiya bilen Janubi Osetiyani iki vilayetini Gruziyanın besip aldı. Ana dekin 2014 Kırım'ni, ana dekin hazır Ukrayna bu meseleler bilen ağırlık jirikleşip ketdi. Hazır emdi tarihi nimelerge qarsak Rusya bilen Amerika'nın yoki G'arbning ortak düşmek için hemkarlaşqa vaqti jiqraqga tarixchilarning, Rusya tarixchilarining yazganlarda. Hem de hazırki ahval nima degende, hazırki ahval to'rt taraf deb qarayman. Biz bir qilib olamiz uchun G'arb bir, Sharq bir deb. Amaliyotda hamisining o'zaro ziddiyati bekchiq. Yevropa ittifoqining ichidami bir muncha ziddiyat var. Endi bu nimaga kelsak, hozirgi to'rt taraf deganda birisi Yevropa, yana birisi Ruslar, yana birisi Amerika, yana birisi Xitoy. Bu to'rtlisi aldırab bir-birisiga ishonmaydi. Mesela Avrupa'nın asas nimesi Germaniya ve Fransiya, ama Fransiya Amerikaga bekchiq baş ko'targan Amerikaga nima qilgan davlat hamdi. Senin boyun torqondan qutulishimiz kerak deb. Hatta NATO'nun minisi o'ldi degan vaqtida shu hamdi şu. Ayrım devletimiz, ayrım armiyamiz olup NATO öz aldığımız tashqi siyaset qilishimiz kerak. Yevropa ayrım qilishimiz kerak Amerikadan dedi. NATO degan gap Amerika degan gap jamiyatda. Shuning uchun Yevropa ittifoqidagi asosiy davlatlar Germaniya bu yerga ba'zida keldi, ba'zida ijroqlaydi. Ama Fransiya'nın uzun yıllarına yağını yetişiyor. Amerika'nın boyun turğudan çıkış. Gap anlamaydığı yeriga apırış Fransiya'nın məqsidi. Ondan keyin Rusya üstüde emmalar deb o'tibsizlar, nijotmi deb o'tibdi. Rusya bilan Xitoy ikkisining munosabatida shu Xitoy eng chong tahdid Rusyaga. Çünkü yamanjaq nopos Xitoyning bekchiq noposi Rusya'nın noposi yo'q rayonlarida Sibiriyada. Nəhayət yaqin və hətta onun kirib yerləşishlərini başlap oldu. Şuna ertəgün Rusya'nın toprak bütünlüğünü parçalaydıgan birisi çıkıdı dese o Xitoy. Xitoydan başqası qılanmaydı onu. Avrupa ayaqdan kirib alımız dese Napoleondek buluşu mümkün ya Hitler'dek. Çünkü Rusya'nın asası noposi aşağıda. Avrupa tüzdanlığı Moskova'da. Mayaqqa diqqat qilish kerak asli Rusya. Ama qanchalik yerda yani Rusya'nın çaresiz kaldığı Xitoydan ensirab çoxum biz bilan yaqinlashudi deb oldidagi prezidentlar. Shuning uchun biz NATO'ni kengaytirsak Rusya'nın zuvani chiqmaydi deb o'ylagan, ammo Rusya'nın zuvani chiqdi. Gruziyada chiqdi, Qrimda chiqdi, bu da Ukrainada chiqdi. Bunun bilan Rusya'ni xili ojizlatib dedi, ammo Xitoyga qanchalik beqindirib etdi bu Rusya'ni yaxshi tushunadigan qarindoshlar bo'lsa buni tushuntirib berish kerak. Çünkü bazı Rus analizçileri ya Rusya'nın danlıq adamlarının İngilizce yazan maqalaları qaraganda Amerika'nın bu qitim Ukrayna sebepli iştirişi Rusya'nın keyinigi yanğılı bo'lmaydigan darajada Xitoyning quchqog'i tag'zib qo'ydi degan analizlarni o'qidim men. Ana men Rusya'ni bek yaxshi bilmayman. Shuning uchun Rusya'ni yaxshi biladigan qarindoshlar Rusya Xitoydan qachon yuz o'rib mayoqqa o'talaydi Amerika tarafga. Hazır beqinish cho'ngib ketdimi? Uni ham da shu qarindoshlar so'zlash yaxshiroq bo'ldi. Endi shuning uchun mening qarashimda dunyoda to'rt taraf bor. Rusya'nın qalaydigini kengaymichilik emas, o kengaydigan noposimi zaten vodka ichib tayyorlab ketdi ularning noposi. Ertugün Rusya'nın ichidagi musulmon noposining ko'payishi bilan ishki qanday ishlar chiqadi uni bilmagan ahvolda nega kengaydi men bilmayman ularni.
Yevropaga yana qaytadan Polshani besib kirib bir nima qila olamdi aytang. Ya'ni Rossiyaning maqsadi kengayish emas, mening qarashimda Rossiyaning maqsadi yüz obro'yini qo'g'digan holda boshqalar kelib bo'za qilolmaydigan rayon xarakterli kuchi altini saqlagan holda g'urur bilan qilishni maqsad qildi deb o'ylayman. Anda NATO keldi, biz mana alimiz yeb beqiningdan alimiz desa, unga yo'q deyiladigan obro'y bilan turishni aşağı holda qilib qilishni xohlaydi deb o'ylayman. Yevropaliklarning kallasi bo'lsa, mush Amerikaning bo'yin turqidan bir chiqib, o'z oldimizga bir tashqi siyosatni qila oladigan bir yerga kelamizmi degan shu bir fursatni kutyapti ular. Shuning uchun Amerika Xitoy raqobatida Amerika tarafda %100 turishiga men anchalik ishonmayman. O mesela Türkiye'dekiler bandaq bir gapni jiqanlaysizlar. Amerika yo'li Xitoy ishkiz urushib Allah ishkizning balasini versin, Türkiye'ning yo'li ichilsin deydi Türkler. Yevropa ham shundoq. Chunki Yevropaga Xitoy bevosita tehdit emas. O Xitoy o'risa qarshi chiqsa Amerikaning sistemasiga qarshi chiqyapti, Yevropanikiga emas. Hem coğrafya jihatdan bekşiroq. Shuning uchun ular Rossiyani tehdit ko'rib, Rossiyaga kirishib oldi. Amerika bo'lsa, masalan Trumpning davrida Xitoy eng chong tehdit Rossiya bilan hamkorlashib, teng qarshi chiqa olamiz deb bunga uringandi. Shunga bu to'rt tarafning tehdit olgisi o'xshamaydi, kimdan tehdit keldigan va uzun vadada o'zlarining planini yetmoqchi bo'lgan nishonimi o'xshamaydi deb qarayman. Shunga G'arb yoki Bidenning yumorlaridan birisi demokratik davlatlar bilan diktator davlatlar o'rtasida to'qinish qanchalik ras. Demokratik davlatlar degani bir-birisiga qanchalik yaqin. Yevropaning shimoliy va janubidagi iqtisodiy taraqqiyotning farqlanib ketishi, ichidagi ishki masalalar, yuksilayotgan millatchilik va hatto irqchilik bular qanday rol o'ynaydi keyin Xitoy buning hammasini yaxshi kuzatib, Xitoymi bek bo'sh emas. Xitoy ma'shadan bir bizni qo'llab chiqadiganga, Yevropaning ichidagi ojizliklarni tutadiganға ularni tirishadi deb o'ylayman. Ondan keyin eng oxirida qo'shib qo'ydig'im, ma bu erkin savdo qilamiz, tijorat bilan hamma narsani qilamiz degan narsa, hamma biz nochi narsalarni yasab, anda chelak-pelaklar Xitoyga berib o'tamiz degan narsa, Xitoy tuvan texnologik narsalarni yasagandilar kuchga ega. Agarda Xitoy bugünkidek chiqib chip yasayman desa, CPU kompyuterning chipini, ondan keyin BYD hozir hammamizning davlatida kap bo'ldi. Elektronlik mashinada Tesla'dan o'tib ketadigan darajada texnologiya bilan Xitoy chiqyapti, batareya texnologiyasida. Haliqi azan chegarasiz, tamojnasiz, bojsiz tijorat qilishimiz kerak deb o'zining qo'lidagi milliga ishongan vaqtida Xitoyning mashinasidan bajanmaydigan g'arb davlatlari Xitoyning mashinastiki texnologiyaning ko'tarilib kelganini ko'rib, Xitoyning elektronlik mashinalariga bosh qo'yishga boshladi. Ya'ni liberalizmchilarning yoki globalchilarning deyli, dunyo manda bo'ladi, iqtisodiy jihatdan Adam Smithning qarashi bo'yicha biz mandaq ma'amiz free trade hamda erkin savdo bo'ladi degan kuni oxirlashida g'ayri kelyapti. Chunki burun o'zining qo'ldagi mashinlarga ishlash qilg'ashqa Xitoyning akra g'aysi xo'ngcheyrangni akramsa, nimani akrsan akra bajarmaymiz, satalsang sat deb ichpagan burun. O Xitoyning mashinasiga kirsam hech kim olmaydi. Ammo hozir elektronlik tokliq mashinalar kelganda Xitoyning texnologiyasi Tesla'dan o'tib ketgandek turadi hozirlam. Shuning bilan chegaralarni taqashga boshladi, tamojni tamlari qaytadan qo'pirilishga boshladi. Globalchilik nagicha. Tugun Xitoy hozir AMD bilan niminingki Intel'ninki CPU'lari 5 nanometrga tushdi. Xitoyning 7 nanometr, ya'ni kendin qo'g'lab kelib 7 nanometrgacha tushdi Xitoyninki. Bu da aqsida 3 nanometr, 1 nanometrga kelganda Xitoy g'arb bilan tanglashib qolsa yoki ilgarilab ketsa, u vaqtda erkin savdo nem bo'ldi, globalchilik nem bo'ldi.